Sovet ittifoqi Shansayga qarshi vatanimiz Sharqiy Turkistondagi inqilobchilarni qo'llashga boshlagan. Shunday qilib, G'o'lja, Tarbag'atay va Altay rayonlarida qo'zg'alib, 3 viloyat inqilobi rasmiy shaklda qo'zg'algan. Natijada bo'lsa 1944-yili 11-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan. Bilginimizdek 1933-yili bizning xalqimiz Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini dunyoga jakarlagan. Bu davlat Altay atrofida hukm surgandan keyin Shansay va Sovet ittifoqining birlashma hujumi sababidan yiqitilgan. Sovet ittifoqi Shansayni bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda turg'izish orqali bizning vatanimizda ajoyib zulmlarni elib borgan. Nurg'un kishilarni sulagan, o'ltirgan. Masalan, 1940-yili Shansay Sharifxon va bir necha nafar kishilarni yig'in bor deb chaqirtib, sulab, qiynab o'ltirib etgan. Buning qarshi Altay qozoqlari qo'zg'olon ko'targan. Shansay qozoqlarni ig'ir bostirgan, ammo Altayda Osman Batur boshchiligida qo'zg'olon boshlangan. Bu ahvol 1934-yildan 1943-yillarga qadar davomlashgan. Ammo 1941-yili Gitler qo'shini Rossiyaga yiqilib kelgan vaqtida Rossiyaning qiyin ahvolda qolganlik fursatidan foydalanib, Shansay Sovet ittifoqidan yuz o'rib Amerikaga yiqilib Gomindan bilan birlashib olgan. Sovet ittifoqi buning qarshi Shansayga qarshi vatanimiz Sharqiy Turkistondagi inqilobchilarni qo'llashga boshlagan. Masalan, 1943-yili aprel oyidan boshlab Sovet ittifoqi Altaydagi Osman Baturga Mongoliya orqali qurol-yarog' yordam bergan. Uningdan keyin Tarbag'atay va Toshqo'rg'ondami inqilob harakatlari qo'zg'algan. Sovet ittifoqi bo'lsa qo'zg'olonchilarni qo'llash harakatini tezlatgan. Masalan, 1944-yili 9-aprelda Sovet ittifoqining G'o'ljadagi konsulining qo'llashi va yordami ostida G'o'ljada G'o'lja ozodlik tashkiloti qurilgan. Bu tashkilotning rahbarlik qolimi murakkab edi. Ilxon Turan va Mahmudjon Maqsumga o'xshash diniy zotlar bor edi. Abdukarim Abbosov va Qosimjon Qambariga o'xshash bu xil shakldagi kishilar bor edi. 1944-yili 14-avgust kelgan vaqtda Fatih Muslimov, Akbar, Said va G'ani Batur qatorliq kishilar Nilqi nahiyasining Ulastay tog'liq rayonida partizanlik atratini qurgan. Bu atrat 17-avgust Ro'zahit namozini o'qish fursatidan foydalanib, rasmiy shaklda qo'zg'olon ko'tarishni maslahatlashayotgan paytda bayqilib qolgan. Gomindan askarlari ularni tutqili kelgan vaqtda ular yushunib kelgan askarlarning hammasini o'ltirib, ularning qurolini elib olgan va shuning bilan tunji bo'lib qo'zg'olonning tunji pay o'qi etilgan. 5-oktyabr kuni esa 500 necha kishilik qurolli qo'zg'olonchilar Nilqi nahiyasiga hujum qilib, bir kecha kunduz qattiq urushgandan keyin 7-oktyabr kunida Nilqi nahiyasini Xitoylardan to'liq tozalagan. Bu mezgilda Rossiya bilan Germaniya o'rtasidagi urush pastga tushgan bo'lib, Rossiyaninki bizning ishlarimizga qo'l tiqishga chulyatgan. Bu sababdan bizning vatanimizdagi millatparvar inqilobchilarni dastlabida Rossiya qo'llagan. Shunday qilib, G'o'lja, Tarbag'atay va Altay rayonlarida qo'zg'alib, 3 viloyat inqilobi rasmiy shaklda qo'zg'algan. Natijada bo'lsa 1944-yili 11-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan. Bu davlatning raisi bo'lsa Ilxon Turan bo'lgan. Abul Xayr Turan bilan Hokimbek muavin raisi bo'lgan. Abdurauf Mahsum bosh kotib bo'lgan. Undan boshqa Rahimjon Sabiri, Qosimjon Qambari qatorliq kishilar bu davlatning rahbariy qatlamida o'rin olgan. Bu davlatning bayrog'i oy yulduz tushirilgan yeşil bayroq edi. 1945-yili 8-aprel kelgan vaqtida G'o'ljada partizan atratlarni asos qilib turib tunji bo'lib Milliy armiya Ilxon Turan tarafidan jakarlangan. Milliy armiyaning soni taxminan 15 ming atrofida edi. Bu milliy armiyamiz 1945-yili 14-sentabrgacha 27 nahiyadagi Xitoy qo'shinlarining hammasini qo'g'lab Manas daryosining u tarafiga o'tkazatgan. Manasdagi Xitoylarmi urunlarini tashlab Urumchiga qochib ketgan. Milliy armiyamiz Urumchiga besib kirgili faqat 140 kilometrlik qolgan. Mana shundaq tarixiy halqiliq paytda, ya'ni vatanimizdagi Xitoylarning mavjudligi munqaris bo'lishga oz qolgan paytda Sovet ittifoqi bu ishga aralashadi. Chunki Sovet ittifoqi agar Sharqiy Turkiston mustaqil davlat bo'lib qolsa, qo'l ostidagi G'arbiy Turkistonning Sharqiy Turkistondan ulgi elib, ilhom elib, u yana mustaqillik yo'li qarab minib qilishidan ensiraydi. Bu sababdan Sovet ittifoqi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini Gomindan Jankeshi hukumati bilan tinchlik kelishimi imzolashga majburlaydi. Gomindan hukumati bilan tinchlik kelishimi tuzish masalasida Ilxon Turan keskin rad qiladi. Ammo Ilxon Turanning atrofiga rostparast, kommunistparast Uyg'urlar o'rinlashtirilgan edi. Bu sababdan Ilxon Turan yolg'iz qoladi. Hatto Ilxon Turanga qarshi har xil psixik besimlarni ishlatadi. Ishxonasiga "Endi sening ishing tugadi, sen ishni bo'shat" deganga o'xshagan har xil varaqchilar tashlanadi. Uzun maslahatlash orqali oxirida agar Gomindan hukumati bizni davlat sifatida o'ziga tangdash shaklda suhbat o'tkazsa, suhbatga boraylik degan qaror chiqadi. Shunda qilib Ahmadjon Qosimi, Rahimjon Sabiri va Abul Xayr Turan boshchiligidagi vakillar Urumchiga berib suhbatga o'ltirdi.
Bu suhbat xili uzun davomlashadi. Ya'ni 8 oyga yaqin davomlashadi. 1946 yili 1-oyning 2-chi kuni Ahmadjon Qosimi boshchiligidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vakillari yana Urumchiga kelib, qaytadan suhbatda o'ltirdi. Ahmadjon Qosimi boshchiligidagi vakillar o'zlarini Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining vakillari deb tunishtirdi. Lekin Gomindan Xitoy vakili bo'lgan Jang Jejong biz Sharqiy Turkiston Jumhuriyati degan davlatni tunimaymiz. Biz sizlar bilan davlat darajasida suhbatlashmaymiz. Faqat sizlar bilan qo'zg'olonchi xalqning vakillari sifatida suhbatlashamiz deb bu shartda ching turib oldi. Afsus Ahmadjon Qosimi boshchiligidagi bu vakillar davlat sifatida suhbatlashishdan voz kechib, to'polonchi xalqning vakillari sifatida suhbatda o'ltirdi. Shundaqla bu kelishimda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qabrisi qazilgan 11 bitimliq kelishimga imzo qo'ydi. Biz bu 11 bitimliq kelishimning moddalarini kitob qismimizda tafsiliy berdik. Buningdagi eng xatarlik modda bo'lsa 9-modda. Ya'ni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati amaldan qoldirilib, o'lkalik hukumat qurildi. O'lkalik hukumatning raisi markaz tarafidan, ya'ni Xitoylar tarafidan belgilanadi. Hukumat a'zolarining soni 25 ga ko'paytirildi. 10 nafarini yana markaz saylaydi. Qolgan 15 nafarini yerlik xalq saylaydi. Uni markaz tasdiqlaydi degandan iborat edi. Bu kelishimga Ilhon To'ra boshdan oxir qarshi edi. Ilhon To'raning niyatini bilib qolgan Sovet ittifoqi o'zining josuslarini ishga solish orqali 1946-yili 13-iyun Ilhon To'rani Sovet ittifoqiga elib ketdi. Shunday qilib, bitim bo'yicha 25 kishidan tarkib topgan o'lkalik hukumat qurildi. Bu o'lkalik hukumatning raisiga Xitoy tarafidan Ahmadjon Qosimi qo'yildi. Boshqa hukumat a'zolarining ko'p qismi ba'zi Rosparas yana ba'zi Xitoy paras edi. Masalan, Rus jasuslari hisoblanadigan Sayfiddin Azizi, Abdukarim Abbasov va Rahimjon Sabirov qatorliq kishilar bu hukumatning ichida yuqori mansablarda edi. Bu hukumatni Osman Batur va Alibek e'tirof qilib unmaydi. Ular qo'zg'olonlarni davom qiladi. Bu sababdan Gomindan hukumatı yangi tadbirlarni olishga majbur bo'ladi. 1947-yilning 5-ida o'lkalik hukumatning beshiga Mas'ud Sabirini qo'ydi. Muavin boshlig'iga Muhammad Amin Bug'ra Hazratimni qo'ydi. Aysa Olibtikinni bo'lsa hukumatning bosh kotibi qilib tayinlaydi. Mana bu 3 apandilar deb atalgan kishilar. Bilganimizdek Mas'ud Sabiri va Muhammad Amin Bug'ra Hazratim qatorliq bu kishilar haqiqiy millatparvar kishilar edi. Bu sababdan ular tunji ishini hukumatning ichidagi Rospras kishilarni tozalashdan boshlaydi. Bu sababdan Ahmadjon Qosimi va sabdoshlari Ili rayoniga chekinadi. Bu ahvol Ruslarni aloqazada qilib etdi. Yana bir tarafdan Xitoylarni ansirtdi. Chunki Mas'ud Sabiri Sharqiy Turkistonni Xitoylardan ayirib chiqishga harakat qilgan edi. Bu sababdan 1948-yili Sabiri huquqidan olib tashlanadi. Uning o'rniga Sovet ittifoqining puhrasi bo'lgan va shundaqla Sharqiy Turkistonda turib maxfiy holda Sovetning tashviqotini qiladigan Burhan Shahidini raislik mansibiga qo'ydi. Boshqa o'rniga Jang Jejong degan bu Xitoy chiqadi. Burhan Shahidi bir tarafdan Xitoylarga, yana bir tarafdan Sovetlarga xizmat qilib, ikki yuzlamachilik siyosat o'ynaydi. Bilganimizdek bu vaqtlarda Gomindan Xitoy hukumatı yemirilib, uning o'rniga Kommunistik partiyasi chiqishga boshlagan paytlar edi. Bundaq bir hokimiyatning yiqilib, yana bir hokimiyatning o'tirg'iga chiqishi bizning mustaqil Sharqiy Turkiston qurishimizga nihoyat foydali tarixiy fursat edi. Mana shunday tarixiy fursatda yana Sovet ittifoqi bizning mustaqil davlat qurib olmasligimiz uchun Urumchidagi Gomindan qo'shinlarining qo'mondoni Tolstoyga uqtirish qilib, harbiy huquqni shimaldagi kommunistik Xitoylarning qo'mondoniga o'tkazib berishga buyurdi. Keyindan Il rayonidagi Ahmadjon Qosimi va boshqa davlat rahbarlarini Olmutaga yig'inga taklif qiladi. Ular 1949-yili 8-oyda Olmutaga borib yig'in qatnashadi. Ya'ni Sovet bilan uzun suhbat o'tkazadi. Suhbatdan keyin Beijingga borgan yo'lda sirliq aeroplan voqeasi bilan Ahmadjon Qosimi boshchiligidagi rahbarlarning hammasi o'ladi. Bu voqeadan keyin Xitoy va Ruslarniki til biriktirishi bilan kommunist Sayfiddin Azizi raislikka saylanadi. Sayfiddin Azizi rais bo'lgandan keyin Xitoy Kommunistik partiyasi bilan atalmish kelishimlarni tuzib, Sharqiy Turkistonga Xitoy kommunistik qo'shini chiqishga boshlaydi. Shunda qilib Xitoy kommunistlari bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni bir pay o'q atmayla ishg'ol qilib oladi. Manas daryo bo'yida saqlab turgan milliy armiyamiz bo'lgan 13 ming kishilik qo'shin dastlabida 5-korpus deyilib Xitoy armiyasiga qo'shib etiladi. Shunda qilib qon badil kelgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Xitoy va Ruslarning manfaatiga qurbon bo'ladi. Tarix qarab qarag'an bo'lsak, biz Uyg'ur xalqi ajoyib qahramon xalq. Hech qachon qo'zg'olondan, qarachilikdan to'xtab boqqan emas, zulmga bo'y ekkan emas. Ammo ana shunda qo'zg'olon ko'tarib g'alaba qilgandan keyin oq ko'ngilligi tufayli, ya'ni siyosatga aslo mos kelmaydigan oq ko'ngilligi tufayli ustal ustida suhbatda mag'lub bo'lgan. Temur xalifa Xo'jniyoz hoji Ahmadjon Qosimning hammasi qaraydigan bo'lsak, bu ahvollarni ko'ra olamiz. Sen tarixni yozganda sultan bulup han o'tgan Uyg'urum sen janda olam shahid bo'lgan sen tarixni yozganda